O'rtoqlar, bu tilla instrumentda aynan shu instrumentda zo'r narsani tushuntirib beraman, qaranglar. Odatda misol uchun bizda impuls bor va korreksiya bor, to'g'rimi? Aynan mana shu korreksiya примерно bir 100 punkt deb tasavvur qilaylik o'rtoqlar va orqasidan yana korreksiya beradigan bo'lsa, ko'p holatda bu ham 100 punktga to'g'ri kelishi mumkin bozorda takrorlanuvchanlik. Va yana bitta korreksiya beradigan bo'lsa, bu ham to'g'ri kelishi mumkin o'rtoqlar 100 punktga, to'g'rimi? Bu bozordagi takrorlanuvchanlik deyiladi o'rtoqlar. Nima uchun buni ko'rsatyapman? Tillada bugun bo'ldi shu holat o'rtoqlar. Qaranglar grafikka. H4 intervali bizda ma'lum bir diapazon bor, demak yonidagi korreksiyaga. Endi bunisiga ko'chiradigan bo'lsak o'rtoqlar, 3 qaytyapti bunisi. To'g'rimi? Aynan mana bu nuqtada o'rtoqlar men sizlar uchun bayga signal bergandim Telegram kanalimda. Qaranglar, signalni berilgan nuqtasini. M1 intervalida juda ham mayda interval, stop loss juda ham kichkina o'rtoqlar. Idealniy atrobotka qildi. Juda ham sodda bozordagi takrorlanuvchanlik, faqatgina to'g'ri ishlatishni bilsa bo'ldi o'rtoqlar. Demak bizda yaxshigina bu holatda punkt dvijeniyani oldik. Kimda-kim foydalangan bo'lsa albatta xursandman o'rtoqlar. Ya'ni klassikani ko'pchilik juda ham qiyinlashtirib yoradi. Faqatgina bozorga yaxshilab qarash kerak bo'ldi o'rtoqlar. Hamma signallar Telegram kanalimda berilyapti o'rtoqlar, albatta qo'shilinglar, bozorga soddaroq ko'z bilan qarashni o'rganish kerak.